Всем привет bolalar. Sizlar bilan hammaga salom. Sizlar bilan men Hayot Craft va bugungi videomizda men sizlarga 13-qishloq haqida ma'lumot berib o'taman va shu qishloqda videolar olaman. Qishloqni uzoqdan qaraganda mana shunaqa ko'rinadi. Mana bu videomizda va bu qishloqimizda Kompot ham video olgan. Chunki uni qishloqqa men buni modlardan topib oldim va bir ikki o'zgarishlar kiritdim. Pechkani orasida sandiq bor, u yerda pullar bor. Va sandiqda mana video olishga tayyor qilib qo'yganman. Izmul blok qo'limga kelib qopti. Va mana shunaqa narsalar va chiqamiz. Mana bu qo'shnimning uyi va mana bu shunaqa gullar va toshlarni qo'shganman modlar. Mana bu qo'shnimning uyi, mana narsalari. Va bu yana bir ikkita ma'lumot berib o'tsam, bu qishloq haqida sizlar bilmagan bitta fakt bor. Mana shunaqa narsalar, mana bu yerda bo'lmishlar. Mana bu yerda sotilmagan uylar, mana bu skladmi nima, men bilmayman. Yo'q, bu omborxona. Mana bu yerda esa qishloqga yashaganimiz uchun, uylarda yashab turganim uchun sandig'iga emellar solib ketish kerak. Men 1 yillikni solib qo'ydim men. Va xayr qishloqi. Mana bu sklad, mana yozib qo'yibdi omborxona. Va mana bu sotilmagan uy va mana bu sotilgan bir qishloq sotib oldi. Salom qishloq. Salom. Mana va ketdik. Mana merning uyi, mana bu avtobus kutadigan joy. Men bu do'kon, hozir do'kondan ko'rsatib chiqaman sizlarga. Mana bu quduqni ichiga tushsanglar, mana bu eshiklar chiqadi. Bu eshiklar nimaligini o'zingizlar yaxshi bilasizlar. Kanalizatsiya bu va bundan birovni bir qishloqlarning uyiga chiqsa bo'ladi mana. Masalan, hozir bir qishloqning uyiga chiqamiz. Mana. Bir qishloqning uyiga chiqdik hozir. Hop. Va merning uyidan chiqibmiz mana. Mer hozir menga qarab turib, "Indingdan qo'y. Bu yerga nimaga chiqding?" deyishi mumkin. Bo'lib turadi. Va endi hozir bu yerga yer blokini qo'yib, tosh blokini qo'yib yuborish kerak. Mana shunaqa narsalar bor va bu qishloqda video olinadi. Yo'q, do'stimning uyi ekan, men emas. Mana. Va bitta sizlar bilmagan fakt va mana bu quyosh panellari. Sizlarni shu kungacha Kompot, hamma mana shu qishloqda youtuberlar, mana shu qishloqda video olgan youtuberlar hammasi aldashgan. Chunki bu modni yursangiz, mana bu yoqqa yursangiz bu modda mana daryoni ko'rib turibsizlar. Daryo mana. Mana daryo. Mana bu yoqqa o'tsangizlar, mana bu polniy joy. Mana shu yoqda video olib sizni aldab kelishgan va siz buni polniy mir deb o'ylaysiz, lekin bu kartani yarimi, bo'lib olingan yarimi. Va men bir ikkita o'zgarishlarni ko'rdim. Mana sizlarni aldab video olib kelishgan. Va endi men ham aldab video olaman. Men bu yerda kuchukcha qishloq muhim bo'lgan, qishloqni tanishtirib bo'lgan bo'lsam, endi do'konga o'tamiz. Qani ketdik. Do'konga o'tamiz. Salom do'konchi, ishlaring yaxshimi? Ha, juda zo'r. Devorsa menga qarab, lekin u aytmaydi. Men ovoz beraman. Mana shunaqa narsalarni olib bankomatdan pulni chiqarib, sandig'iga va mana bu sandig'iga solib qo'yish kerak. Shunaqami jitel? Ha. deydi bizga qarab. Va mana uning do'koni. Va mana shu yerda videolar olinadi. Yangi qishloq. Hammaga tushunarli bo'lgan bo'lsa, obuna bo'lib, like bosib, esdan chiqmasin. Esingizga solib ko'ring, oldin Darb.uz degan kanal bo'lar edi. Shuni ko'rganmisiz? Va shu kanal o'chib ketgandan so'ng shu meni kanalim edi va yangitdan kanal ochishga majbur bo'ldim. U ayrim bir sabablarga ko'ra akkaunt bilan birga ketdi o'chib. Va hammaga xayr, aytgancha to'xtanglar, mana bu yerni ko'rsatay. Mana. Ozgina pul solib qo'yganman. Endi xayrlashsak bo'ladi do'stlar. Obuna va like esingizlardan chiqmasin do'stlar.
qo'llab-quvvatlaysizlar degan umiddaman. Hammangizga xayr, sog' salomat bo'ling.